Yana bahor keldi, yana Navro'zi olam. Qalblarni quvonchga to'ldirib, yurtimiz bo'ylab ko'klam nafasi ufurmoqda. Bu yangilanish, yasharish va mehr oqibat bayrami. Navruz bu nafaqat tabiatning, balki qalblarning ham uyg'onishidir. Bu bir-birimizga mehr oqibat ko'rsatish, xatolarni kechirish va yangi marralar sari intilish fursatidir. Bugun raqamli dunyoda yashayotgan bo'lsak ham, ajdodlarimizdan meros bo'lib kelayotgan an'analarni qadrlaymiz. Raqamli hukumat markazi jamoasi siz azizlarni Navruz bayrami bilan chin qalbdan muborakbod etadi. Navruz ayyomi muborak bo'lsin.